Papa pirog nima? Ha, bu men. Buni ko'rgan patir ham uyatdan qizaradi. Duxovkasiz, idishlarsiz ham 10 minutli pirog pishiramiz. O'zim ham hayronman, tapada pirog pishirish mumkinmi deb. Masalliqlarga kelsak, uylaringizda bor narsadan tayyorlaymiz. 200 gram shakar va 2 ta tuxum. Razrixlicher 1 choy qoshiq. Razrixlicher yo'q bo'lsa, soda ishlatish ham mumkin. Yog' 100 ml, qattiq 120 ml. Ya'ni 5 osh qoshiq yog' va 1 bokal qattiq sola olamiz. O'zim gapirsam maylimi? Undan keyin setdan 2 osh qoshiq kakao va un 200 gram. Hammasini solib olganimizdan keyin bir venchik yordamida yaxshilab aralashtiramiz. Aralashtirganimizdan keyin esa silliq xamir qilib olamiz. Ya'ni suyuq bo'ladi. Chetlarini akkuratni qovuramiz va eng past olovga 10 minutga qo'yib qo'yamiz. Voy, sizga bitta gap aytaymi? Shokolad yeb qo'ydim. Nima? Sizlarda ham shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, mana shu usulni sinab ko'ring. 2 osh qoshiq kakao, 4 qoshiq shakar, aralashtirib, ustidan yog' va suvni quyib olamiz. Jim o'tirma, o'zim gapiraman. Birinchi quruq masallarni aralashtirib olib, keyin suyuqlar bilan qo'shib aralashtirib olamiz. Urush qilib, glazur qilib olganimizcha, bizning uje pirogimiz tayyor bo'ldi. Pirogni pishganini zubachka yordamida tekshirib olishingiz mumkin. Endi boyagi tayyorlagan glazurimizga yong'oqni ezib, sepib olamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Shuni ham yeb qo'ysammikan, a? Pirogimizni chiroyli tarelkaga olib, uni birinchi kesib olamiz, undan keyin glazurni qo'yamiz. Shundagina glazur ich tomonlariga tushadi va undan ham shirin bo'ladi. Xalqishimizga ko'ra bezab olamiz. Men yong'oq va 1-2 ta shokolad bilan bezab oldim. Va mana marhamat, bizning pirogimiz tayyor. Buni ochipat singlimga berib ko'ramiz. Muncha shirin chiqdi. Buni men o'zim qildim-da. Nima? Kimda shunaqa ochipat singillar bor? Kommentga o'tib yozib olinglar.